Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan fotorezistorlar haqida ma'lumotlarga, bilimlarga ega bo'lamiz. Uning hayotimizdagi o'rni va ularning ishlashi haqida nazariy va amaliy ko'rib chiqamiz. Fotorezistor nima? Fotorezistor bu yorug'lik oqimi ta'sirida o'zining elektr qarshiligini o'zgartiradigan yarim o'tkazgichli ikki elektrodli elektron qurilma hisoblanadi. Uni ko'pincha yorug'likka sezgir rezistor yoki fotodatchik deb ham atashadi. Oddiy rezistorlardan farqli o'laroq, uning qarshiligi doimiy emas, balki unga tushayotgan yorug'lik miqdoriga bog'liq bo'ladi. Ushbu rasmda rezistorlar oilasi keltirilgan. Bizning fotorezistor, termorezistor va rezistorlarimiz bitta oilaga mansub hisoblanadi. Fotorezistor bilan termorezistorning farqi doimiy qarshilikka ega bo'lmaganligida. Rezistorlarning qarshiligi doimiy va o'zgarmas hisoblanadi. Fotorezistor va termorezistorning qarshiligi unga tushayotgan yorug'lik yoki unga tushayotgan issiqlikka bog'liq bo'ladi. U qanday ishlaydi? Fotorezistorlarning ishlash prinsipi ichki fotoeffekt hodisasiga asoslangan. Yarim o'tkazgich materialida erkin zaryad tashuvchilar, ya'ni elektronlar soni kam bo'ladi. Shu sababli uning qarshiligi juda yuqori hisoblanadi. Bu holat qorong'ulik qarshiligi deb ataladi. Fotorezistorga yorug'lik tushganda fotonlar yarim o'tkazgich atomlari bilan to'qnashadi. Agar foton energiyasi yetarli bo'lsa, u atomdagi elektronni urib chiqaradi. Natijada erkin elektronlar soni keskin ortib ketadi va materialning elektr o'tkazuvchanligi yaxshilanadi. Erkin elektronlar hisobiga. O'tkazuvchanlik ortishi bilan fotorezistorning elektr qarshiligi keskin pasayishga olib keladi. Muhim jihati, fotorezistorlarning sezgirlik spektri turlicha bo'ladi. Masalan, kadmiy sulfit asosidagi fotorezistorlar ko'rinadigan yorug'likka moslashgan bo'ladi. Qo'rg'oshin sulfit asosidagilar esa ko'zga ko'rinmaydigan infraqizil nurlanishlarga sezgir va moslashgan bo'ladi. Ushbu rasmda fotorezistorning ichki tuzilishi keltirib o'tilgan. Hurmatli o'quvchilar, ushbu fotorezistorning insoniyatga qanday foydasi bor? Fotorezistorlar sanoat va texnikaning turli sohalarida keng qo'llaniladi. Ularning asosiy vazifasi yorug'lik bor yo'qligini aniqlash yoki uning intensivligini o'lchashdan iborat. Avtomatika va sanoat sohasida konveyer lentalarida mahsulotlarni sanash, qog'oz uzilishini aniqlash, detal o'lchamlarni nazorat qilishda foydalaniladi. Maishiy texnika sohasida ko'cha chiroqlarini avtomatik yoqish va o'chirish, tungi yoritgichlar xavfsizlik tizimlari kabi sohalarda keng foydalaniladi. Ilmiy tadqiqotlar sohasida infraqizil nurlanishni qayd etish, astronomik kuzatishlar, spektroskopiya kabi sohalarda foydalaniladi. Tibbiyotda ba'zi diagnostika va tahlil asboblarida keng qo'llaniladi. Hurmatli o'quvchilar, fotorezistorning foydali tomonlari bilan birga kamchiliklari ham bor. O'sha kamchiliklarini hozir ko'rib o'tamiz. Birinchi kamchilik uning sekinligida. Fotorezistor yorug'lik o'zgarishiga darhol emas, balki biroz kechikish bilan javob qaytaradi. Shuning uchun ular juda tez o'zgaruvchan signallarni qayd eta olmaydi. Ikkinchi kamchiligi chiziqsizligida, ya'ni fotorezistor fototokning yorug'lik oqimiga bog'liqligi to'g'ri chiziqli emas. Bu esa aniq o'lchovlarni murakkablashtiradi va xatoliklarga olib keladi. Mana shu ikkita kamchiligi sababli zamonaviy elektronikada ular o'rnini ko'pincha tezroq ishlaydigan fotodiodlar va fototranzistorlar egallamoqda. Ammo oddiy va arzon yechim talab qilinadigan joylarda fotorezistorlar hanuzgacha muvaffaqiyat bilan qo'llanilmoqda. Hurmatli o'quvchilar, ushbu fotorezistorlar mavzusida sizlarning bilimlaringizni yanada mustahkamlash uchun
quyidagi savollarni taqdim etamiz. Agar fotorezistorlar yorug'likni sezish uchun ishlatilsa, nega ular quyosh batareyalari kabi elektr toki ishlab chiqarmaydi? Keyingi savol. Tasavvur qiling, siz tungi ko'cha chirog'i loyihasida fotorezistorlardan foydalanyapsiz. Ammo chiroq tong otishi bilan o'chish o'rniga miltillay boshladi yoki umuman o'chmay qoldi. Buning sababi nimada bo'lishi mumkin? Keyingi savol. Nima uchun zamonaviy smartfonlar atrof muhit yorug'ligiga qarab ekran yorqinliklarini sozlashda fotorezistorlardan emas, fotodiodlardan foydalanadi? Bu ikki qurilma o'rtasidagi qanday asosiy farq smartfon ishlab chiqaruvchilarni fotodiodga o'tishga majbur qildi? Fotorezistorlar ma'lum bir yorug'lik to'lqin uzunligiga boshqacha munosabat bildiradi. Bu xususiyatdan foydalanib, oddiygina qizil va yashil chiroqlar yordamida ranglarni aniqlay oladigan oddiy rang detektori yasash mumkinmi? Ushbu qiziqarli savollarga albatta javob kutib qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, xulosa qilib aytganda, fotorezistorlarning kashf etilishi insoniyatga atrof muhitni, ayniqsa yorug'likni sezish va unga mos ravishda javob berish qobiliyatini berdi. Bu oddiy qurilma sanoatni avtomatlashtirishdan tortib, kundalik turmushni qulaylashtirishgacha bo'lgan keng ko'lamli o'zgarishlarga zamin yaratdi. Fotorezistorlar bu sodda, ishonchli va arzon yorug'lik datchiklaridir. Ularning asosiy afzalligi yuqori sezgirlik va uzoq muddat ishlash va barqarorligidir. Hurmatli o'quvchilar, biz ushbu taqdimotni tayyorlashda va amaliy tajribani bajarishda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. Bu yerda yana ham qiziqarli bo'lgan tajribalar keltirib o'tilgan. Sizlarga ham shu adabiyotlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi qismi, tajriba qismi bilan davom ettiramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tok manbai, yorug'lik diodi, fotorezistor va kalit kerak bo'ladi. Mana shu qurilmalar yordamida biz fotorezistorni tadqiq qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, mana bizda fotorezistor va turibdi bular. Demak, tokni ulaydigan bo'lsak, mana lampamiz yonyapti. Bu yerda tok o'ta boshladi fotorezistordan. Men hozir mana bu fotorezistorni ustini qorong'u qiladigan bo'lsam, yopadigan bo'lsam, tok o'tishi yo'qoladi. Chunki bunda erkin elektronlar soni endi kamayib qoldi. Yorug'lik tushmayapti. Boya nazariyada ko'rganimizda yorug'lik tushmasa, erkin elektronlar ajralib chiqmas edi. Mana hozir bu yerda qarshilik kuchayib ketib, bu yerda tok o'tmay qoldi. Mana endi men qo'yadigan bo'lsam, yana tok o'ta boshlaydi. Yorug'lik ta'sirida. Bu yorug'likda yonadi, qorong'ulikda o'chadi. Endi buning kamchiliklari ham hozir shu yerda ko'rib o'tsak bo'ladi, kamchiliklarini. Mana men yorug'likni yo'qotadigan bo'lsam, sekin o'chyapti. Mana lampaga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, sekin o'chyapti. Chunki asosiy kamchiliklaridan biri bu uning sekinligida edi. Mana yorug'likni sekin, mana tez yopadigan bo'lsam ham u sekin o'chyapti. Mana shu yo'l bilan biz ko'cha chiroqlarida yoki sanash datchiklarida ko'p foydalaniladi. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan bizning fotorezistorlar haqidagi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.